Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, sizlar bilan keyingi savol turini ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni bugun 6-savol turini ko'rar ekanmiz. Demak, 6-savol turlari yig'ini birinchisi bizda quyidagi misol berilgan. Ko'pincha ildiz ostida 12 taqsim 25 ko'paygan, ildiz ostida 244 taqsimda 15 ko'paygan va mana bu ifoda. Qaranglar, birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerda formulada turibdi. Ya'ni a ning kvadrat minus b ning kvadrat formula. Bu nima degani? A minus b va a plus b ga ajraladi degani. Xuddi shu bo'yicha ajratadigan bo'lsak, ko'pincha ildiz ostida 12 taqsimda 25 ko'paytirilgan, ildiz ostida 244 taqsimda 15, endi 38 ga 23 ni qo'shganimizda necha bo'ladi? 61 bo'ladi va 38 dan 23 ni ayirib tashlaganimizda necha bo'lar ekan? 15 bo'lar ekan. Ana endi ildizni yopadigan bo'lsak, ildiz ostida ko'pincha ildiz ostida 12 taqsimda 25 ko'paytirilgan, 61 bilan 244 ni qisqartirsak 4 pastda 1 qoladi. 4 dan 2 chiqar ekan, 2 ta 15 dan bitta 15 chiqadi ildiz ostida. Ana endi nima qilamiz? Xo'p, mana bu bilan 12 bilan 15 dan 3 ga qisqartirganda tepada 4 qoladi, pastda esa 5 qoladi. Demak, bu ko'pincha ildiz ostida 8 taqsim 125. Bundan 2 taqsimda 5 yoki 0.4 degan qiymat chiqar ekan. Keyingi misolimiz, demak, mana bu quyidagi misol berilibdi, buni hisoblashimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu yerda belgilash kiritib olish. Ya'ni sonlar bilan ishlaganimizda biz vaqtimiz ko'p ketib qoladi, ya'ni ko'p narsa yozishimizga to'g'ri keladi. Agar biz mana shu yerda sonni belgilab olaylik, misol uchun deylik, birinchi mana bu holatdan 2023 ni belgilab oladigan bo'lsak, a bilan shunda nima bo'ladi bu? Ildiz ostida a plus 1 ko'paygan a minus 1 plus 1. Pastda esa xo'sh, endi 2024 bilan 2030 uchun biz yana bitta belgilash kiritamiz. Ya'ni bu yerga xo'p 2027 ni b bilan belgilab olamiz. Shunda bizda b minus 3 va b plus 3 plus 9 degan qiymat bor. Ko'paytirilgan, ana endi 2026 bilan 2028 ga b plus 1 b minus 1. Pastda esa 2020 bilan 2026 uchun men yozaman 2020 ni 2023 minus 3 deb yozadigan bo'lsam, demak a minus 3 a plus 3 plusdan 9 minusdan 1 ildiz yopilgan, plusdan ildiz ostida 25 dan chiqadi, 5 chiqar ekan. Ana endi demak, mana formulada turibdi a kvadrat minus b kvadrat, a kvadrat minus 1 plus 1 taqsim b kvadrat minus 9 plus 9 ko'paygan b kvadrat minus 1 plus 1. Mana bu yerda plus 1 qolibdi, plus 1 a kvadrat minus 9 plus 9 minus 1 plusdan 5. Ana endi bular qisqaradi, bu ham qisqaradi. Shunda a kvadrat taqsimda b kvadrat ko'paygan b kvadrat taqsimda a kvadrat minus 1 plusdan 5. Demak, bu 5 bo'lar ekan. Chunki mana bu 1 ga teng ketadi, bu qisqarib, 1 dan 1 desak 0 bo'ladi-da, javobimiz nima bo'lar ekan? 5 bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Quyidagi savol berdi, m plus n ning qiymatini toping. Nima qilamiz? Birinchi o'rinda asoslari bir xil bo'lgan sonlarning darajalarini qo'shib chiqamiz. Ya'ni a ning n-sini ko'paytirsak a ning m-siga, bu a ning m plus n-si bo'ladi. Demak, shu xossa bo'yicha foydalanadigan bo'lsak, bu 3 ning 4-si ko'paygan 2 ning 6-si teng 2 ning m-si ko'paygan 3 ning n-si. O'shining darajasida bir tarafda 4 turibdi, bir tarafda n turibdi. Demak, n o'rniga 4 olamiz, m o'rniga esa 6. Ikkalasining yig'indisini so'ragan bizdan 4 plus 6, ya'ni 10 degan javob olar ekanmiz. C javob bo'lyapti bu yerda. Keyingi misolimiz, mana shu ildiz ostida ifodani hisoblang. Demak, qaranglar, birinchi qiladigan ishimiz 4 minus 2 ildiz ostida shuni a plus b ning qaus kvadrat ko'rinishida yozib olish. Ya'ni, qanaqa? A plus b ning qaus kvadratini ochib chiqqanimizda nimaga teng bo'ladi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadratdan. Endi mana shu yerda a kvadrat bilan b kvadrat bir tarafga yozib olsam, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat plusdan 2ab deb yozadigan bo'lsam, bizda bitta ifoda keladi. Ya'ni o'rni almashib qoldi. Mana shu narsa 4 minusdan bizda nimada turibdi? 2 ildiz ostida 3 ta turibdi. Endi demak, a ning kvadrat plus b ning kvadrati bu yerda 4 ga teng ekan, 2ab miz esa nimaga teng bo'lar ekan? 2 ildiz ostida 3 ga. Bular qisqarsa a ko'paygan b ildiz ostida 3 ga teng, a kvadrat plus b kvadrat 4 ga teng. Demak, o'z-o'zidan bo'lsak bo'ladi, a teng ildiz ostida 3 ga, b teng 1 ga. Shunda kvadratlar yig'indisi 4 ni beradi, ko'paytmaysiz esa ildiz ostida 3 ni beradi. Men keyin yozaman bu yerda ildiz ostida 22 minusdan 30 ko'paygan, ildiz ostida mana buni men ildiz ostida 3 minus 1 ning kvadrati deb yozsak. Plusdan 5 plusdan 3 ildiz ostida 3. Ana endi bunga ko'ra ildiz ostida 22 minusdan 30 ko'paygan, bu qisqaradigan bo'lsa ildiz ostida 3 minus 1. Xo'sh, plusdan 5 plusdan 3 ildiz ostida 3. Ana endi yana qarangiz, ochib chiqamiz qausni. 22 minusdan 30 ildiz ostida 3 plusdan 30
Pi plyusdan 5 pi plyusdan 3 ildizosi 3 ga teng bo'lar ekan. Ana endi xo'p, ildizosida 22 bilan 30 bor. 52 minus 30 ildizosida 3. Xo'p, pi plyusdan 5 pi plyusdan 3 ildizosida 3. Mana nima qilamiz? Mana bu yerda yana xuddi shunaqa a ning kvadrat pi plyus b ning kvadrat bu yerda 52 ga 2ab mis esa 30 ildizosi 3 ga teng bo'lar ekan. Ana endi shu yerda shu holatidan mana bu yerda 2 ni qisqartsak a ko'paygan bimiz 15 ildizosi 3. Ko'paytmasi 15 ildizosi 3 ga kvadratlarning yig'indisi 52 ga teng bo'lgan son. Qanday bo'ladi bu yerda? Demak, misol uchun deylik mana buni 15 bilan Ana 15 bni ildizosi 3 desak 15 kvadrat 225 oshib ketadi. Demak buni qanday desak bo'lar ekan? 5 bilan 3 ildizosi 3 olsak, ya'ni 5 ko'paygan 3 ildizosi 3 da oladigan bo'lsak, 25 ga 27 ni qo'shsak haqiqatan ham nimani beradi? A ning kvadrat plus b ning kvadrati 52 ni berar ekan. Demak, biz yozsak bo'lar ekan buni a teng 3 ildizosi 3 ga, b teng 5 ga. Va shunda mana bu ildizlarga ifodamiz nima bo'lar ekan? Mana bu yerda yozaman. Ildizosida 3 ildizosi 3 minus 5 ning kvadrati pi plyusdan 5 pi plyusdan 3 ildizosi 3. Ana endi bu ochib chiqadigan bo'lsak 3 ildizosi 3 minus 5 pi plyus 5 pi plyusdan 3 ildizosi 3. 5 lar qisqaradigan bo'lsa 6 ildizosi 3 bo'lar ekan. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta nuqtasi bor. Mana shu yerda 3 ildizosi 5 3 minus 5 imiz bu misbat son. Mana shu yerda bo'lishi mumkin 5 minus 3 ildizosi 3 ning qarz kvadrati ham bo'lishi mumkin, lekin ildizdan chiqarayotganimizda har doim kattasi birinchi chiqadi. 3 ildizosi 3 imiz 5 dan katta. Qanday bildik degan bo'lsak, 3 ni ildizda ichiga kiritganimizda 27 bo'ladi. Ildizosida 5 ni ildizda ichiga kiritganimizda ildizosida 25 bo'ladi. Shunga ko'ra buni 3 ildizosida 3 ning kattaligini bilib olamiz. Ana endi keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, quyidagi misol berilibdi. Demak, hisoblang degan. Tamam. Xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz, keling ochib chiqaylik nima bo'lar ekan? Ochib chiqqanimizda bu 3 pi plyusdan 2 ildizosida 3 pi plyus 1 taqsimda 2 pi plyus ildizosida 3 pi plyusdan 7 pi plyusdan 2 ildizosida 7 pi plyusdan 1 taqsimda ildizosida 7 minus 4. Demak, tepa 4 pi plyus 2 ildizosida 3 taqsimda 2 pi plyus ildizosida 3 bo'lar ekan. Pi plyusdan 8 pi plyus 8 pi plyus emas, o'rta minus ekan. Minus, demak 8 minus bo'lar ekan. 8 minusdan 2 ildizosida 7 taqsimda 7 minus 4. Bunga ko'ra tepadan 2 ni chiqarib olsam 2 pi plyus ildizosida 3 taqsimda pastdan 2 pi plyus ildizosida 3 va pi plyusdan tepadan minus 2 ni chiqarib oladigan bo'lsam bu yerda ildizosida 7 mana bu 7 ildizi bor. Minus 4 taqsimda ildizosida 7 minus 4. Bular qisqaradi. 2 minus 2 qolar ekan bizda. Demak, javob 0 bo'lar ekan. Qiymati 0 bo'ldi. Demak, keyingi misolimizda quyidagi misol berilgan. Mana shunda soddalashtirishimiz kerak birinchi. Xo'p, qaranglar, nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz mana bu ikkalasidan, ya'ni mana bu ikkalasidan ildizosida 2 ni chiqarib olsam, ildizosida 2 ni chiqarganimda nima bo'ladi? Bu ildizosi 3 minus 1 bo'ladi. Xo'sh, mana bu ikkalasidan deylik 2 ni chiqarib olsam, pi plyusdan 2 ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda nima bo'lar ekan? Ildizosida 2 ildizosi 3 minus 1 bo'ladi bu ham. Endi bunga ko'ra mahrajdan mana bu 6 bilan ildizosi 2 dan ildizosi 2 ni chiqarsam bu yerda ildizosi 3 pi minus 1, shu bu yerda pi plyusdan ildizosi 3 minus 1 ning o'zi turibdi shunda. Mana shuning kvadrati ekan. Endi bu yerda ildizosi 3 minus 1 ni chiqarib olsam tepadan ildizosi 2 pi plyus 2 ning kvadrat, mana mahrajdan birdan yozamiz. Ildizosi 2 pi plyus 1 ildizosi 3 minus 1. Mana shuning kvadrati. Ildizosi 3 minus 1 lar qisqaradigan bo'lsa, tepadan ildizosi 2 ni chiqarib olsam, ildizosi 2 pi plyus 1 taqsimda ildizosi 2 pi plyus 1. Mana shuning kvadrati. Bu bilan bu qisqarsa ildizosi 2 ning kvadrati, ya'ni 2 degan javob bo'lar ekan. Javobimiz A javob bo'ldi. Keyingi savolimiz hisoblang degan. Demak, qarang, birinchi qiladigan ishimiz nima bu yerda? Irratsionaldan qutqarib olsak, mana buni irratsionaldan qutqarishni bir taqsimda birdan ildiz ichiga ildizosi 24 pi plyusdan 5 minusdan 5 pi plyusdan ildizosi 24 desam. Mana buni nima qilaman endi? Tepani ham pastini ham ildizosi 24 minus 5 ildizosi 24 minus 5 ga ko'paytirib yuborsam, tepada ildizosi 24 minus 5 taqsimda bu 24 minus 25 bo'ladi. Ya'ni a kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha. Minus 5 pi plyusdan ildizosi 24. Demak, tepada past minus 1 bo'lib qoladi. Minus 1 ta'sir qilsa bu 5 minus ildizosi 24 minusdan 5 plus ildizosi 24. Demak, ildizosi 24 lar va 5 lar ketadigan bo'lsa, javobimiz nima bo'lar ekan? 0 bo'lar ekan. Ya'ni C javob bo'ldi. Keyingi misolimizda tangens pi taqsimda 4
pi plyusdan ildiz 3 sinus 7 pi taqsimda 4. Yaxshi, tangens pi taqsim 4 dan nimaga teng? Bu 1 ga teng. Pi plyusdan ildiz 3 ko'paygan sinusdan 7 pi taqsimda 4 degani bu 2 pi minusdan xo'sh, yo'q. 2 pi demaylik. Pi plyusdan 3 bo'layotgan bo'lsa, 7 ni bo'ladigan bo'lsak, bittadan tegadi. Demak, pi plyusdan 4 yoki 2 pi deydi. Ha, bo'ldi. 2 pi plyusdan pi taqsimda 3 ekan. Da. 2 pi plus mana sinus qolib ketdi. Sinusdan 2 pi plus pi taqsimda 3. Demak, bu 1 plus ildiz 3 ko'paygan. Sinus 2 pi plus alfada bu sinus alfa plus bitdan ochadigan bo'lsak, sinus alfa cosinus bitta plusdan cosinus alfa sinus bitta. Demak, bu sinusdan pi taqsimda 3. Demak, 1 plyusdan ildiz 3 ko'paygan sinus pi taqsimda 3 da bu ildiz 3 taqsimda 2 ga teng. Ya'ni bu qisqarsa 1 plus 1,5, ya'ni 2,5 bo'lar ekan. Javobimiz C javob bo'ldi. Bu yerda bitta qilgan ishimiz, ya'ni burchakni kichraytirib oldik. Keyingi misolimiz, quyidagi misolni debdi soddalashtiring. Yaxshi, hammasini nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz ichida o'xshashlarni olib olishimiz kerak. Xo'p, mana bu ildiz 11 minus ildiz 5 turaversin. Keyin ikkinchisidan, mana bundan ikkalasidan men deylik ildiz ostida 3 ni chiqarib olsam, bu ildiz ostida 5 plyusdan ildiz 11 bo'ladi. Ana ikkinchisidan mana bu yerdan minusdan ildiz ostida 11 emas, minusdan ildiz 2 ni chiqarib olsam, ildiz 11 plyusdan ildiz 5 bo'ladi bu ham. Mahrajda esa mana buni men yozsam bo'ladi. Ichida 36 ko'paytirilgan 3, buni esa deylik 36 ko'paygan 2 desak bo'lar ekan. Demak, ikkalasidan ham ildiz 36 ni chiqarib olsak, ildiz 3 minus ildiz 2. Bunga ko'ra ildiz 11 minus ildiz 5 ko'paygan. Mana bu ikkalasidan ildiz 5 ko'paygan ildiz 11 ni chiqarib olsam, shunda ildiz 3 minus ildiz 2. Mahrajda esa 36 dan 6 chiqar ekan, ildiz 3 minus ildiz 2. Demak, ildiz 3 minus ildiz 2 lar qisqarib ketar ekan. Ildiz mana bu qarang, bitta a plus b, a minus b turibdi bu yerda. Demak, 11 minusdan 5 taqsimda 6, ya'ni 1. Javobimiz nima bo'lar ekan? 1 bo'lar ekan. Buni hammasi a kvadrat minus b kvadrat formularimizga tayyor tushib turibdi hozir. Demak, keyingi savolimizda mana shu ildizli ifoda berilibdi. Buni soddalash kerak ekan. Qarangizlar, birinchi kelgan narsa nima bo'ldi? Tepani ham pastni ham men ildiz 3 plyusdan ildiz 10 ga ko'paytirib yuborsam, ildiz 3 plus ildiz 10 ga ko'paytirganda, mana bu bunga ko'payganda nima bo'ladi? Kvadrat bo'ladigan ildiz 10 ko'paygan 3 plus ildiz 10 o'zi chiqib ketadi ildizdan. Endi minusdan mana bu ildiz ostida 10 ni kvadrat, ildiz 10 ni kvadrat 10 minus 9 bo'lib ketadi. Mahraj ham 3 plus ildiz 10 ni o'zi bo'lar ekan. Ana endi ochib chiqqanimizda bu 10 ildiz 10 ko'paygan 3 ildiz 10 plyusdan 10 minus 1 taqsimda 3 plyusdan ildiz 10. Demak, 3 ildiz ostida 10 plyusdan 9 taqsimda 3 plus ildiz 10. Tepadan 3 ni chiqarib olsak, ildiz 10 plus 3 bo'lib qoladi. Pastda esa ildiz 10 plus 3 ning o'zi. Bular qisqarsa javobimiz nima bo'lar ekan? 3 bo'lar ekan. Ya'ni C javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz mana shu ifoda berilibdi. Modellari deyaptiki, modulda C, xo'sh, modulda C kichkina ekan, modulda B dan. Mana bu yerga C kichik 0 dan, B katta 0 dan va A miz kichkina ekan 0 dan. Endi A miz 0 dan ham kichkina bo'lsa, xo'sh, B dan C ni ayirganimda B ning o'zi musbat son, C manfiy son. Demak, musbat ifoda bo'ladi. Demak, B minus C ni o'zi bo'laveradi. A bilan modul A bir xilmi, ikki xilmi? A miz manfiy son, shuni hisobiga qisqarganda bu minus qoldiradi oldida. Endi B bilan B ni qisqartirsak bo'ladi, chunki u modul B ham bir xil, ya'ni musbat son. C minus A. C miz eng kichkinasi va u musbat son. Manfiy son. Va butun qismi ham, misol uchun minus 2 bilan mana C ni minus 2 desak, A ni minus 5 desak bo'ladi. Sababi moduli A katta bo'lyapti. Demak, bu yerda hozir C minus A miz o'zi chiqadi. Shunda C minus A. C miz misol uchun minus 2 bo'lsa, A miz minus 5 bo'lsa, C ayrilgan minus 5. Ya'ni o'rta plus bo'lib ketadi, musbat bo'lib ketadi. Plusdan C miz qisqarganda minus qoladi bu yerda. Sababi modulda C
musbat, s'ni o'zi esa manfiy son. A minus B. A minus B xato. Bu yerda to'g'ri A minus B moduldan chiqmaydi, B minus A bo'lib chiqadi. Sababi nimagaki musbat bo'lish kerak har doim. Demak, ochib chiqamiz. Minus B plus C minus A minus B plus A. A'lar ketadigan bo'lsa, ikkitasi minus ikkita B. Xo'p, ikkitasi minus ikkita B degan javobimiz D javobda turibdi. Keyingi savol. Demak, mana shu ifoda soddalashdik. Mana shunaqa misollarda birinchi qilinadigan eng yaxshi ish bu yerda eng kichkina darajani belgilab olish. Misol uchun deylik, qarangizlar, mana A ning 1/4-si bor. Mana shuni T bilan belgilab olaylik. Shunda T bilan belgilasak, mana bu nima bo'ladi? T ning 4-si bo'ladi. Minusdan 4 T ning kvadrati bo'ladi bu yerda. T kvadrat taqsimda pastda. Demak, 4-si bo'lsa mana T ning 6-si bo'lib ketar ekan bu yerda. Bu esa T ning 5-si minusdan demak 2 ta T ning 4-si deymiz. Ko'paytirilgan tepada T ning kubi minus T taqsimda T ning kvadrati minusdan T. Bo'ldi. Tepada T kvadratni chiqarib olsak, shunda T ning kvadrati minus 4 qoladi. Pastdan esa T ning 4-sini chiqarib olsak, T ning kvadrati minusdan T. Keyin nima bo'lar ekan? Minus 2. Xo'p, ko'paygan tepadan T ni chiqarsak, T ning kvadrati minus 1 bo'ladi. Bu T minus 1, T plus 1 bo'ladi. Mahrajda esa T ni chiqarsak, T minus 1. Bu bilan bu qisqaradi. T minus 1lar ham qisqardi. T ning 4-si bilan T ning kvadrati T ning kvadrati qoladi pastda. Demak, endi bu T ning kvadrati minus 4 tepada qoldi va T plus 1 ham qoldi. Mahrajda esa T ning kvadrati mana bu T minus 2 va T plus 1 ga ajraladi. Bu bilan bu qisqaradigan bo'lsa, xo'p, bu bilan yana bu qisqarsa T plus 2 qolar ekan. Demak, T plus 2 taqsimda T ning kvadrati. Endi T bilan nimani belgiladik? A ning 1/4-sini. T ni o'zi bu. A ning, ya'ni 4-ilzosida A plus 2 taqsimda ilzosida A. Javobimiz nima bo'lar ekan? A javob bo'lar ekan. Mana shunday holatlarda darajasi eng kichkina holatda o'shani birorta belgilash kiritib olish kerak. Shunda va kasrli darajadan qutulib olamiz. Demak, keyingi misolimiz buni nima qilamiz? Ilzosida 13 minus 3 ta ko'paytirib ilzosida 13 plus 3 ga bo'lib olamiz. Buni esa ilzosida 13 minus plus 2 ga ko'paytirib, xo'sh, ikkalasi ham minus bo'ladi. Ilzosida 13 plus 2 ga bo'lib yuboramiz. Shunda 4 ko'paygan ilzosida 13 minus 3 taqsimda pastda 13 minus 9, ya'ni 4 bo'ladi. Minusdan 9 ko'paygan ilzosida 13 minus plus 2 taqsimda 13 dan 4 ayirganimizda 9. Bular bu qisqarsa, bu bilan bu qisqaradi. Ilzosida 13 minus 3, mana 3 emas 13. Minusdan ilzosida 13, minusdan 2. Javob minus 5 bo'lar ekan. Ya'ni A javob bo'lar ekan. Keyingi savolimizda mana shularni kamayish tartibida yozing debdi. Qarangizlar, mana shunaqa taqqoslash kelganda birinchi qilinadigan ish hammasini bir xil darajaga olib kelib olish kerak. Qarang, hammasini 6-darajaga ko'targanimda ildizlar yo'qolib ketadi. Shunda A ning 6-si teng 26 ga, B ning 6-si teng bo'ladi 25 ga, C ning 6-si teng bo'ladi 27 ga. Demak, C eng katta ekan. Undan keyingi kattamiz A, undan keyingisi nima bo'lar ekan? B bo'lar ekan. Bizda kamayish tartibi bo'lganligi uchun eng kattasini birinchi yozdik, o'rtacha va eng kichigi. C A B. C A B degan javobimiz bu yerda bizda C javobda turibdi. Keyingi misolimiz hisoblang. Demak, qarang, A ning kvadrati plus B ning kvadrati plus 2AB deydigan bo'lsak, bu yerda A kvadrat plus yo'q, bu formulaga tushmas ekan. Formulaga tushadigani qanday bo'ladi desak, qaranglar-da, mana bu yerda juft son bo'lsa formulaga tushadi va hozir bularning ko'paytmasi, qarasangiz, ko'paytmasi nimagadir keladi. Ya'ni yo'qolib ketadi. 49 minusdan 45 bo'ladida 4 deb ildizdan chiqib ketadi. Shuning uchun buni x bilan belgilaymiz va ikki taraf kvadrat ko'taramiz. Mana bu yerda x katta 0 desam bo'ladimi? Sababi qarang. Ildiz ostida 7 plus 3 ildiz ostida 5imiz, ildiz ostida 7 minus 3 ildiz ostida 5 dan bu katta. Shuni hisobiga katta sondan kichkina songa bersak musbat chiqadi. Shuning uchun x ga musbat olib qo'yamiz. Demak, shu bo'yicha mana x katta 0 yozibmiz. Demak, deydigan bo'lsak, kvadrat ko'tarsak, bu 7 plus 3 ildiz ostida 5 minusdan 2 ta ildiz ostida 7 plus 3 ildiz ostida 5 va 7 minus 3 ildiz ostida 5. Plusdan 7 minus 3 ildiz ostida 5. Shu teng x ning kvadratiga. Mana 3 ildiz ostida 5lar ketadigan bo'lsa 14 minusdan 2 ildiz ostida mana bu nima bo'ladi? 49 minusdan 45.
teng x ning kvadratiga. 14 minusdan 2 ko'paygan 2 teng x ning kvadrati. X ning kvadrati teng 10, x barobar ilzosida 10. Minusligini olmaymiz, sababi bu yerda qiymat musbat bo'lishi kerak. Keyingi misolimiz, mana shu misol berilibdi. Xo'sh, yaxshi. Buni nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz tepani ham, pastni ham deylik hisoblab olsak bo'lmaydi. Mana tepani qanaqadir a bilan belgilasak, buni b bilan belgilaymiz. Oxirida a taqsim b ni topib olamiz. Endi bu yerda a deylik, bu yerda musbat, a ham musbat, b ham musbat. Boya va bundan oldingi misolga o'xshaydi bu ham. Tepani bir marta kvadrat ko'taramiz. Buni ham bir marta kvadrat ko'taramiz. Demak, kvadrat ko'targanimizda 3 plyusdan 2 ilzosli 2, plyusdan 2 ilzosli 3 plus 2 ilzosli 2 ko'paygan 3 minus 2 ilzosli 2. Plyusdan 3 minus 2 ilzosli 2 teng a ning kvadratiga. Demak, a ning kvadrati bu ikkalasi qisqaradi. Teng 3 ga 3 qo'shsak 6 plyusdan 2 ilzosida 9 minus 8. Demak, a ning kvadrati teng 8 ga. Demak, a teng ilzosi 8 bo'lar ekan. Endi b ning kvadrati teng 3 plus 2 ilzosida 2. Mana buni kvadrat ko'taryapmiz endi. Minusdan 2 ilzosida 3 plus 2 ilzosida 2 plusdan 3 ko'paygan 3 minus 2 ilzosida 2, 3 minus 2 ilzosida 2 plusdan 3 minus 2 ilzosida 2. 2 ilzosida 2lar ketar. 2 ilzosida 2lar ketar ekan. b ning kvadrati teng 6 minusdan 2 ilzosida 1. Demak, u b ning kvadrati teng 4 bo'lar ekan. b teng 2. Endi bizdan nima so'ragan edi? A taqsimda b kerak edi. Demak, ilzosi 8 taqsimda 2 yoki 2 ilzosi 2 taqsimda 2. Ikkilar qisqaradigan bo'lsa, javobimiz ilzosi 2 bo'lar ekan. Ya'ni B javob bo'lib qolar ekan. Keyingi misolimiz quyidagi misolni hisoblang debdi. Mana bu nima turibdi? A ning kvadrati plus b ning kvadrati bu yerda 19 ga a ko'paygan 2a b'miz esa 6 ilzosli 2 ga. Bundan a ko'paygan b'miz 3 ilzosli 2 ga teng. Demak, o'z-o'zidan a teng 3 ga, b teng ilzosli 2 ga teng desam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmas ekan. Bunda qanday desak bo'lar ekan? Sababi a teng 3 ilzosli 2 ga, b teng 1 desak bo'ladi. Shunda kvadratlar yig'indisi esa 19 ni beradi. Bizga 19 kerak kvadratlar yig'indisi. Demak, mana shuni o'rniga men yozsam, mana shuni o'rniga 3 ilzosida 2 plus 1 ning kvadrati desam, kvadrat bilan bu ildiz ketadi. Shunda mana buni yozyapman. Mana bu 19,25 minusdan 3 ilzosida 2 minus plus 1. Bu aytsak 18,25 minusdan 3 ilzosida 2. Mana bu esa xuddi shu narsa bo'ladi-da. Endi bu beradi, bu ilzosida 3 ilzosida 2 plus minusdan 1 taqsimda 2 ning kvadratini beradi. Xuddi shu holatda bu bilan mana bu ildiz ketadigan bo'lsa, endi mana bu oxirgi katta ildizni olamiz. 12 plusdan 3 ilzosida 2 minus 1 taqsimda 2. Mana bu yerda 2 ko'paygan holati ham bor ekan. Demak, ilzosi 12 plusdan 6 ilzosida 2 minus 1. Bu ilzosida 11 plusdan 6 ilzosida 2. Demak, buni biz yozsak bo'lar ekan, ilzosida 3 plus ilzosida 2 ning kvadrati. 3 plus ilzosida 2 chiqar ekan. Ya'ni bizda C javob bo'lar ekan. Mana shuni yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. Ya'ni mana shunaqa holatda a ning kvadrati plus b ning kvadrati plusdan 2ab. Mana bu misol uchun 19 plus 6 ilzosida 2 turibdi. Mana bu ikkalasi to'g'ri proporsional anavrog'i. O'sha nima deydi? Ayniyat, mana shu ayniyatdan olib kelib olishimiz kerak bo'lar ekan. Keyingi misolimiz, buni hisoblang debdi. Yaxshi. Endi qarang-da. Nima qilamiz? Xo'p, bularni ko'paytirsak nimagadir keladimi degan savol bor. Xo'sh, agar deylik buni, mana buni ilzosli 2 ga ko'paytirib, ilzosli 2 ga bo'lib yuborsam-da, ilzosli 2 ga ko'paytirganimda nima bo'ladi? 6,5 plusdan 2 ilzosli 3, mahrajda 1 taqsimda ilzosli 2 turibdi. Plusdan mana bu nima bo'lib turibdi endi? A ning kvadrati plus b ning kvadrati 7 ga, 2ab esa 4 ilzosli 3 ga. Ya'ni a ko'paygan b'miz esa 2 ilzosli 3 ga teng bo'ladi. Kvadratlar yig'indisi. A ni 2, b ni esa ilzosli 3 deydigan bo'lsak, bu nima bo'lar ekan? Mana bu ilzosida 3, mana 2 minusdan 2 minus ilzosli 3 ning kvadrati bo'lar ekan bu. Demak, kvadrat bilan ildiz qisqarsa, plusdan 2 minus ilzosli 3 ning nimasi bo'ldi? O'zi chiqar ekan.
Endi keyingisi 6 plus xo'sh, yig'indisi bo'larmikan bu 6.5 4 ga ko'paytirsak bo'lar ekan. 4 ga ko'paytirganimizda esa 13 bo'lardi. Ha, qaranglar, mana bu yerda ilzosi 2 ga emas, biz 4 ga ko'paytiraylik shuni. Xo'sh, shunda qanaqa bo'ladi? Ya'ni tepani ham pastni ham 2 ga ko'paytirganimizda mana bu 2 buni ichiga 4 bo'lib kiradi-da, 13 plus 4 ilzosi 3 qoladi. Shunda bizda kvadratlar yig'indisi, ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng 13 ga, a ko'paygan bu 2 a bimiz teng bo'lar ekan 4 ilzosi 3 ga. Bundan a bimiz teng 2 ilzosi 3 bo'lardi shunda. Demak bizda shunda a chiqardi 2 ilzosi 3, b esa 1 ga. Demak bu bo'lar ekan shunda mana bu yerda 1 taqsim 2 ko'paygan. Xo'p, 2 ilzosi 3 plus 1 ning kvadrati plusdan 2 minus ilzosi 3. Shunga ko'ra kvadratlar ketadigan bo'lsa 1 taqsim 2 ko'paygan 2 plus ilzosi 3, 2 ilzosi 3 ilzosida 3 plus 1. Plusdan 2 minus ilzosi 3. 2 ko'paytirib chiqsak bu ilzosi 3 plus 1 taqsimda 2 plus 2 minus ilzosi 3. Bular qisqaradigan bo'lsa, mahraj bilsak 5 taqsimda 2, ya'ni 2,5. C javob turibdi bizda. Keyingi misolimiz. Demak, quyidagi misol berilgan ifodani soddalashtiramiz. Agar men bunga qavs qo'ysam, bu plus mana bu minus bo'lib qoladimi shunda? Bu plus bo'ladi, bu minus bo'lib qolar ekan. Yo'q, hozircha qavs qo'ymay turamiz. Buni nima qilsak bo'lar ekan? Tepani ham pastni ham ilzosi 14 ga ko'paytirib yuborsam, 14 ga ko'paytirsam, shunda tepada 28 taqsimda mana 14 ga ko'paytirganimda 7 ilzosi 2 plusdan 2 ilzosi 7 plusdan 3 ilzosi 14 bo'lib qolardi-ya. Minusdan bu ifodani o'zi. Yo'q, qaranglar, bitta chiqaramiz. Mana shuni bir mahraj berib ko'raylik-da. Shunga shu turishda, ya'ni ilzosi 7 minus plusdan ilzosi 2 plus 3 ni mahraj berganimizda 2 ilzosi 14. Demak, minus 7 ga berganimizda nima bo'ladi? Demak, minus 7 minus 7 ni bunga ko'paytirganimizda minusdan ilzosi 14, minus 7 ni 3 ga ko'paytirganimizda minusdan 3 ilzosi 7. Keyingisi minus 2 ni ko'paytirsak minus ilzosi 14, xo'sh, minusdan 2 minusdan 3 ilzosida 2. Davom ettiradigan bo'lsa 7 ni berib chiqadigan bo'lsa 7 ilzosi 7 plusdan 7 ilzosi 2 plusdan 21. Mahrajda ifodani o'zi turibdi. Demak, 2 ilzosi 14 bor, minusdan 2 ta bor. Bu ikkalasi ketar ekan. Undan keyin bizda yana nima bor? Minus 7 bor, minus 2 bor. Demak, javobimiz minus 9 olamiz bu yerga. Undan tashqari bizda bu ikkalasi ham ketdi. Minusdan 3 ilzosi 7 bor, plusdan 7 ilzosi 7 bor. Plusdan 4 ilzosi 7 bo'lar ekan bu. Bu ikkalasi ham bu ketdi. Demak, minusdan 3 ilzosi 2 bor, plusdan 7 ilzosi 2 bor. Demak, plusdan 4 ilzosi 2 bo'lar ekan va plus 21. Mahrajda ifoda turibdi hozir. Demak, 21 dan 9 ni ayirib tashlaganimizda 12 bo'ladi. 12 hammasidan 4 ni chiqarib ketsam, 4 ni chiqarganimda shunda 3 plus ilzosi 7 plus ilzosi 2. Mahrajda esa ilzosi 7 plusdan ilzosi 2 plusdan 3. Demak, bular qisqarar ekanda javob 4 chiqar ekan. Demak, 4 degan javob bizda D javobda turibdi. Shohruq, qarang, mana bunaqa bo'ldi-da. Menimcha kesish shart bo'lmasa kerak. Mana shu misol ishlatganda bitta ishladimda, bo'lmasa ekan, mana bunaqa ishlab ko'raylik deb ketdim. Bu kesish shart emas, xudo xolisa, javob to'g'ri chiqadi baribir. 19-misolda. Keyingi misolimiz 20-misol. Demak, 5. Birinchi qiladigan ishimiz bu yerda ham mana buni topib olsak nimani beradi? Ya'ni 3 minus 2 ilzosi 2. Bu ilzosi 2 minus 1 ning qavs kvadratini beradi. Bu bilan ildiz ketsa 5 minusdan 6 ko'paygan ilzosi 2 minus 1. Plusdan 6 plus ilzosi 2. Demak, bu ilzosida 5 minusdan 6 ilzosi 2 plusdan 6. Plusdan 6 ilzosi 2 plusi bor o'rtada. Demak, bu ilzosi 11 minus 6 ilzosi 2 plusdan 6 plus ilzosi 2. Yana xuddi shu narsa. Demak, a ning kvadrati plus b ning kvadrati teng 11 ga, 2ab teng 6 ga. Demak, ab deymiz 6 ilzosi 2 ekan, ab teng 3 ilzosi 2 ga. Demak, a teng 3 ga, b teng ilzosi 2 ga desak bo'ladi. Demak, bunda nima bo'lar ekan? 3 minus ilzosi 2 ning kvadrati plusdan 6 plus ilzosi 2. Demak, kvadrat qisqarsa 3 minus 2 ilzosi 2 plusdan 6 minus ilzosi 2.
Puls. Bular qisqaradigan bo'lsa javob 9, ya'ni D javob bo'lar ekan. Demak, bugungi misolimizda oxirgisini ko'rdik. Misollarni ko'rdilaringiz, mana misolchi 6-savollarda ko'p ildizlarga doir ildizlarni soddalashtiring va hisoblanga doir misollar kelgan. Demak, bu misollarga ham tayyorlansak, xudo xolasa imtihonda 6-savollarda mana shu kabi misollarni biz kutsak bo'ladi. Keyingi misollarda ko'rishguncha sog' bo'lingizlar, salomat bo'ling.